2017 yılı 10 ayının 1 günü Kataloniya İspaniyadan ayrılıp müstakil buluş için referandum ötküzdü. Gerçi müstakillik taraftarları üstünlükni egilegan bolsa-mu, natija İspaniya hökümeti tarafından itiraf kılınmadı. Bundaq urinishlar başqa yerlardami bo'ldi. Undaqda bir rayon rasmiy davlatga aylanish uchun nimalarni qilishi kerak? Xalqaro qonun mutaxassislari bir davlatning davlat hisoblanishida mundaq 4 omilning borligini ilgari surishdi. Xalq, territoriya, hukumat va egilik huquqliq asosda boshqa davlatlar bilan munosabat o'rnatish iqtidori. Gerçi xalq uqumuning aniqlamasi jihatda nurg'unlagan ixtiloflar mavjud bo'lsa-mu, ammo ba'zilar buni davlat tavalligi engig'i ega va mazkur davlat tavalligiga ishonadigan doimiy nupusni ko'rsatadi deb ta'birlashadi. London siyosiy iqtisod institutidagi xalqaro qonun fanlari o'qituvchisi James Evering aytgandek, bu jihatda bog'lanish haqiqiy ma'nodagi bog'lanish, ya'ni tavallik va kimlik tuyg'usining bor yo'qligi hamda haqiqiy o'rtaq manfaatga chetishliq bog'lanish intayin muhim. Yana bir ochqishliq nuqta shuki, davlatning chegaralari aniq bekitilgan, zimini va shu zaminga qarta egilik huquqi bo'lishi kerak. Nurg'un mutaxassislar muqim va amaliy funksiyasini joriy qildira oladigan hukumatni davlatning davlat hisoblanishidagi ochqishliq o'lchamlarning biri deb qaraydi. Shu sababdan egilik huquqliq davlatlar o'zi xohlagan ravishda qo'sh taraflik munosabat o'rnatish erkinligiga ega. Masalan, ikki davlat o'rtaq masalalarni hal qilish uchun diplomatik munosabat o'rnata oladi yoki texmi ko'p davlatlar o'rtaq masalani hal qilish uchun Yevropa ittifoqi degandek davlatlar aro tashkilotlarga a'zo bo'la oladi va yoki klimat o'zgarishi degandek masalalarni hal qilish uchun xalqaroliq kelishimlarni imzolay oladi. Bu egilik huquqliq davlatning boshqa har qanday kuch yoki davlatga beqinmaydiganligini va uningga bo'ysunmaydiganligini tushunishni asos qiladi. Undaqda bo'lg'usi davlatlar qanday qilganda haqiqiy davlatga aylana oladi? Yakka davlatlar bir-birini e'tirof qila oladigan bo'lsa-mu, ammo bu jihatdagi eng cho'ng e'tirof bir davlatning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan e'tirof qilinishidir. Bir davlatning BDT tomonidan e'tirof qilinishining xalqaro qonunning kapolatiga erishish, Dunyo bankisi va xalqaro pul fondi tashkilotidan qarz olish, chegarani kontrol qilish hamda dunyo iqtisodiy sistemasiga va boshqa mexanizmlarga kirish qatorliq nurg'un foydalari bor. Buningdan sirt, ular savdo qonunlarining kapolatiga erishganligi sababli savdo kelishimi tuzishi texmo osonlashadi. Undaqda BDT tomonidan e'tirof qilinmay turibmi, davlat bo'lg'ili bo'lamdi? Kelly Universiteti Xalqaro munosabatlar fakultetining o'qituvchisi Rebecca Richards mundaq deydi. Ma'lum bir davlat boshqa shartlarni hozirlaganli bo'lsa, biz yanala uni bir davlat deb qaraymiz. Somaliland bu jihatdagi tipik misoldir. Ilgari Angliyaning homiyligidagi davlat bo'lmish Somaliland 1960-yil mustaqil bo'lib 4 kundan keyin Italiyaga qarashliq Somaliyaga qo'shib o'tilgan va 1991-yili Somali hukumati g'ulab tushganga qadar Somalining bir qismi bo'lib turgan. Somali hukumati g'ulgandan keyin bo'lsa, u o'z oldiga mustaqillik jakarlagan edi. Ularning intayin kuchli hukumati bor. Bu yer tinch va muqim. Bu yerda yana kishining ishongisi kelmagidek iqtisodiy taraqqiyotlar qo'lga keltirilyotidi. Bu yerda siz bir davlatda ko'rishni xohlaydigan narsalarning hammasi bor, deydi Rebecca Richards. Lekin Somaliland hech kim tarafidan e'tirof qilinmag'achqa, bu ularning ishlarini taslashtirib etgan. Ularning ba'zi taraqqiyot yordami yoki insonparvarlik yordamlariga bo'libmi BDTdan keladigan erishish imkoniyati to'limi cheklik, deydi Rebecca Richards. Qonuniy jihatdagi kapolatsizlik tufayli ularning xalqaroliq bozorlarga kirishimi ba'zi mushkul. Buningdan sirt, Somalilandning puli o'z ziminining sirtida e'tirof qilinmag'achqa, xalqaroda hech qanday qimmati yo'q. O'z taqdirini o'zi belgilash, milliy davlat tushunchasining tegida yotqini o'z taqdirini o'zi belgilash. Mazkur uqum Oxford inglizcha lug'atida mundaq ta'birlangan: bir xalqning o'zining hukumat shaklini tanlash
davlat salohiyatini erkin belgilash qilmishi bo'lib, bir turlik huquq deb qaraladi. Bu huquq 1945-yil 6-oyda Birleşken Devletler Teşkilatı'nın nizamnamasiga kirgizilgan. Öz taqdirini öz belgilash dastlabda mustamlika ostida yashaydigan xalqlarning mustaqillikni qo'lga keltirish yoki ilgirki mustamlika davlat yoki boshqa davlatlar bilan ma'lum shaklda aloqa o'rnatishni tanlash yo'li deb qaralgan edi. Nurg'un kishilar buni yaxshi ish deb qaraydi. Ammo buning zodi nimadan derak berdiganligi haqida hech qancha fikr birdakligi yo'q, deydi doktor Ervin. Öz taqdirini öz belgilash prinsipi mustamlika qilingan zaminning xalqining öz davlatini qurishni xohlasa, shunday qilishga haqliq ekanligidan derak berdi. Dünya xalqining 3/1 öz siyosiy salohiyatining o'zgarganligiga shohid bo'ldi. 1945-yili BDT'da aran 51 davlat bor bo'lgan bo'lsa, hozir bu son 193 ga chiqdi. Avtonomiya. Agar bir davlatning zamin butunligi daxlisiz deb qaralsa, shu davlatning territoriyasi ichida yashayotgan bir xalqqa nisbatan öz taqdirini öz belgilash, ularga avtonomiya huquqi bersimi, lekin ularning mustaqil bo'lish uchun yetarlik bo'lmaydi degan gap. Kosovo masalasi dal ashundaq bir ahvol edi. 1992-yil 1-oyda Yugoslaviya parchalanganda 6 jumhuriyat uning o'rnini olgan bo'lib, shulardan biri Serbiya edi. Kosovo Serbiyaning chegarasi ichidagi bir o'lka bo'lsa-mu, ammo u yerda xeyli yuqori darajalik avtonomiyadan bahramand bo'ladigan serblardan farqli millat alballar yashaydi. Shu vajidan Kosovoning mustaqil bo'lishi Serbiyaning chegarasini o'zgartib, zamin butunligi prinsipiga xiloflik qilganlik bo'ladi. Xalqaro jamiyatning dastlabki inkosi Kosovo ichki qismida, ya'ni Serbiyadan ayrilmagan asosda öz taqdirini öz belgilash huquqiga ega bo'lishi kerak. Chunki u Serbiyaning bir o'lkasi bo'lg'achqa, boshqa ittifoqdosh jumhuriyatlarga o'xshash mustaqil bo'lish huquqiga ega emas deyishdan iborat bo'lgan edi. Natijada Kosovoliklar tinch usulda mustaqillikka erisholmaydiganligini his qilg'achqa, qurolliq qo'zg'olon ko'tardi, deydi doktor Ker Lindsey. Kosovoliklar bilan Serbiya doiralari orasidagi qurolliq to'qinish 1999-yili Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotining harbiy mudohalasi bilan oyoqlashdi. Ondan 2008-yilga kelganda Kosovo o'z oldiga mustaqillik jakarladi. Serbiya bu qilmishni inovatsiz deb qarab, BDTning xalqaro qonuniy ixtiloflar to'g'risida hukm chiqaradigan sudga, ya'ni Xalqaro jinoiy ishlar sudiga arz sundi. Ularning oldiga tashlangani Kosovoning mustaqillik jakari umumiy xalqaro qonunlarga xilofmi yo'q degan savol edi. Darvaqa sud mahkamasimi xalqaro qonunda ma'lum bir zamin mustaqillik jakarlisi bo'lmaydi deydigan belgilama yo'q deydi doktor Ker Lindsey. Halbuki bu qandaqdir qonuniy hukm bo'lish masalasi bo'lishdan bakrak Kosovoning davlatlik salohiyatining e'tirof qilinmaslik masalasi edi. BDT'ga a'zo davlatlarning tangdan to'lisi Kosovoni e'tirof qilgan bo'lsa-mu, lekin BDT bir tashkilot sifatida uni egilik huquqliq davlat deb e'tirof qilmag'achqa, uning egilik huquqliq davlat ekanligi ta hozirgacha e'tirof qilinmay keldi, deydi u yana. Bu xil qisman e'tirof Kosovoning davlat sifatida Dunyo bankisidan va Xalqaro pul fondidan qarz olish, shundaqla Xalqaro olimpik komitetiga a'zo bo'lish qatorliq ba'zi imtiyozlarga nail bo'lishiga imkoniyat yaratdi. Kuchli qo'llovchilar. Amerika Cleveland shtatlik universitetida xalqaro qonundan dars beradigan professor Melina Stereo shundaq deydi. Agar boshqalarning, jumladan kuchli davlatlarning qo'llashi bo'lmasa, ma'lum bir xalqning mustaqil bo'lib davlat qurganligini jakarlay olishi imkonsiz. Undaqda qanday qilganda kuchli davlatlarning qo'llashini qo'lga keltirgili bo'ladi? Sharq Temir taki 1960-yillari Indoneziyaning tajovuziga uchraganga qadar Portugaliyaning mustamlikasi edi. Ammo Indoneziya so'g'uqchilik urushi mezgilida Amerikaning muhim ittifoqdoshlaridan biri bo'lg'achqa, ayni chaqda Sharqi Temirlarning mustaqillik mujodalasi hech qancha qo'llashga erishalmagan edi. 1990-yillari so'g'uqchilik urushi oyoqlashgandan keyin xalqaro jamiyat diqqat nazarini qaytadan Sharq Temirga og'dirdi. Halbuki bu chaqda kommunizm lager g'olab tushgachga G'arb davlatlarining
Indoneziyadan iborat bu ittifoqdashga ehtiyoji qolmagan edi. Maiyatidan elib aytganda, Sharq Temirdagi kishilik huquq dafsandichiliklari o'zlarini kishilik huquqning homiysi deydigan g'arb allarini tanqisliqda qo'ygan edi. Shunga ular kayniga chekinib, "Ey Sharq Temir xalqi, endi kechiktirilgan o'z taqdirini o'z belgilash huquqinglarni ishga solsanglar bo'ladi" deyishdi deydi professor Stereo. 1999-yili Sharq Temirlar mustaqillik uchun bilat tashlashdi va 2002-yili mustaqillikka erishdi. Lekin bu jarayondagi zo'ravonlik, qilayimqonchiliklar sababli BDT siyosiy jihatdan xalqaro tinchlik saqlash qismlari harbiy jihatdan mudohala qilishga majbur bo'ldi. Halbuki Ispaniyadagi ahvol buningdan bakli farqli. Garchi mavjud xalqaro qonun prinsiplariga binoan Kataloniyaliklarning o'z taqdirini o'z belgilash huquqi bor bo'lsa-mu, ammo nurg'un qonunshunoslar Ispaniyaning zamin butunligini qo'g'dash huquqiga ega ekanligi sababli Kataloniyaliklarning mustaqillik emas, faqat avtonomiyani talab qila oladiganligini ilgari surishmoqda. Ishning qiziqarli tarafi shuki, Ispaniya Kosovoning mustaqilligini e'tirof qilmagan g'arb demokratik davlatlarining biridir. Chunki ular mustaqillik uchun bu xil ulgi tiklangan taqdirda Kataloniyaning Ispaniyaning zamin butunligiga tahdid silishidan qo'rqidi, deydi professor Stereo. Gerçi Kurtlarning ahvoli bakrak farqli bo'lsa-mu, ammo ularmo cho'ng davlatlarning qo'llamasligidan iborat masalaga duch keladi.